Toshkentda Markaziy Osiyo xavfsizlik tuzilmalarining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tirishi bu men buni haqiqatda tarixiy voqea degan bo'lardim. Nega? Chunki 33 yildan oshdi mustaqil bo'lganimizga. Mana sentabr kelganda, mana dekabrda to'g'ri Qozog'istonniki umuman olganda bu yil 34 yil bo'ladiki, Markaziy Osiyoning 5 mamlakati mustaqil bo'lganligi va birinchi marta xavfsizlik tuzilmalar rahbarlari Toshkentda yig'ilishyapti. Barchasida ma'no bor. Boya Hamid aka biroz hangoma qildilar, ya'ni Lavrovga javob bu dedilar. Lavrovga javob. Mana shunday aqlli, bosiq va kuchli. Haqiqatan bundan kuchli qanday javob bo'lishi mumkin? To'g'ri, jamiyat o'zini javobini beradi. Bu haqda ham aytib o'tishimiz kerak. Men ko'proq masalan Hamid aka bilan ayrim masalalarda farqli fikrlab qolsak-da, lekin juda to'g'ri aytadilar. Jamiyatni bunday ovozini ham bo'g'maslik kerak. Uni to'g'ri kanallashtirish kerak. Oxir-oqibat bu davlatning o'ziga foyda. Chunki bu yerda ko'rinib turibdiki, jamiyat o'zini o'ylayotgani yo'q. Jamiyat umuman mamlakatni o'ylayapti, ya'ni mamlakat imijini. Bu vatan masalasi doim jiddiy hisoblanadi, bu juda nozik hisoblanadi va nima desammikin, bir darrov tegadigan. Qarang, boshqa masalalarda o'ylanib ko'rish mumkindir, lekin nima haqqing bor degandek yurtdoshlarimizda bunga bir ichki reaksiya paydo bo'ldi va faollar darhol o'z munosabatlarini bildirdilar. Ular amallarini ham o'ylagani yo'q, mavqelarini ham, keyinchalik Rossiyaga bormasliklarini ham o'ylaganlari yo'q. Darhol javob berdilar. To'g'ri, kimdir yumshoqroq, kimdir qattiqroq javob berdi. Lekin mana hozir chatlarda ham ko'ryapmiz. Endi Lavrovni ham to'g'ri tushunish kerak deyotganlar. Hurmatli muxlislar, demak 150 yil to'g'ri tushundi ota bobolarimiz. Hamid aka, marhamat, yaxshi bo'lardi mana shu masalani birgalikda bir muhokama qilib olsak. 150 yil to'g'ri tushundi. 150 yil, hurmatli muxlislar. Menimcha yetadi. Endi bu narsani to'g'ri tushuntiradigan vaqt keldi endi. Tushunish emas, tushuntiradigan vaqt keldi. Hamid aka, boyagi javob deganingizda bu bir jiddiy masalani siz nazarda tutingiz? Fartuj aka, men bu masalani balkim munosabat ko'rsatuvida yozarmiz deb o'ylovdim, lekin shunday bir qarash shakllanadi. Ya'ni biz Rossiya Federatsiyasi deymiz, tabiiyki huquqiy ko'rinishi shunday, lekin mohiyatini, tabiatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu O'zera kooperativi. Ya'ni Lavrov bu O'zera kooperativining tashqi ishlar vaziri va ularning tafakkur tarzi bor. Ya'ni u kelib bizning tashqi ishlar vazirimizga munosabati, u xalqaro huquqiy munosabatlarda, xalqaro huquqiy normalarda o'rnatilgan qoidalarga amal qilmayotganligini, mana shunaqa ko'cha uslubida o'zini tutayotganligi O'zbekistonga kelishi bilan namoyon bo'ldi va ularning shunday bir tafakkuri bor. Ya'ni har qanday ko'chaning, xususan SSR davrida shakllangan mana shu kooperativ O'zeraning yigitlari xuddiki nima bor, ular faqat bo'lishni tushunadi. U meniki, bu seniki. Va ya'ni keldi, Lavrovning tafakkuri shundayki, O'zbekiston meniki. Tasavvur qiling. Mana shu tafakkurda kelgan odam nima uchun men bu yozuvingda ruscha yo'q deb ayta oladi? Nima uchun o'zbekcha bor, inglizcha bor, ruscha yo'q deb ayta oladi? Yoki bo'lmasa aytadiki, men noroziman deydi Yevroittifoq bilan bunaqa munosabatga kirishingga. Ya'ni bu mutlaqo ruschada derski deydi, shunday ma'lum bir ma'noda xalqaro huquqiy axloqsizlikka asoslangan va Lavrov bu mana shu jarayonni, mana shu masalalarni hamma joyda namoyon etishga harakat qiladi. Endi men o'ylaymanki, faqat mana shu tafakkurda bu seniki, u meniki degan masalada fikrlab o'rgangan insonlar uchun g'ayratga kuch eng muhim narsa. Yaxshi gap, madaniyatlilik, farosatlilik degan narsalar ular uchun 5 yoki 10 darajali narsa. Ya'ni sen unga mehmondo'stlik qilmoqchi bo'lsang, u qo'rqoqlik deb tushunadi. Mehmondo'stlik bizlarda yaqin odamni quchoq ochib kutib olinadi. Ya'ni bu bizda bu oddiy hol. Oddiy holat va senga hurmat, sendan qo'rqayotgani uchun emas. Yo'q, albatta. Lekin Lavrovga o'xshagan geosiyosiy nimalar, farosatsizlar buni qo'rqoqlik deb qabul qiladi. Qo'rqoqlik deb qabul qiladi va sen shunday qabul qilganingdan keyin xohlagan narsaga e'tiroz bildirishni boshlaydi. Demak,
uning tabiati shunday ekan va uning asosiy uni yo'naltiradigan narsa bu kuch. Yagona kuch. U faqatgina sen farosatingni ko'rsatib, unga mehmondorchilik qilib, mehmon do'stlik qilib, mehmon sifatida bir ma'lum bir qoidalarni ko'rsatayotgan ekansan, u yoki kuchlilik yoki kuchsizlik deb tan oladi buni. Islom Danish degan prezidentimiz bor edi, u eplardi bu narsani. Ya'ni uncha-munchaga ogohlantirmasdan kela olmasdi ham. Bu qarang uchib kelishini buni. Hech qayerda hech gap yo'q. Lavrov keladi deydi, uchib kelaveradi. Endi Hamid aka, lekin masalani plus minuslari bo'lgandek, u davr avtoritar biroza. Bu masala borda. Ya'ni biz bugun ancha demokratik aynan shuni aytmoqchiman, Artur aka, aynan shuni aytmoqchiman. Hozir Lavrovga bunday uning mana shunday harakat qilishiga imkon berilishi alternativ boshqa harakatlarni qilishga ham imkon berdi. Bu tabiiy ravishda oldin faqat Putinning raisligida o'tadigan maxsus xizmatlar raislarning uchrashuvini Putinsiz o'tkazdi, tamom. Va Markaziy Osiyoda va Toshkentda. Toshkentda o'tkazildi va undan oldin Qirg'izistonda Rus uyi Rossotrudenchestvoga tegishli bo'lgan tashkilotda ma'lum o'sha yerda ishlaydigan Rossiya fuqarosining ruslarga Rossiya Ukraina urushida Rossiya tomonidan urushish uchun odam yollayotganligi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Rossotrudenchestvoda O'zbekistonda ham ochilishi kerak. Lavrov tarbiyasizlik qildimi, qo'rqib o'tirish kerak emas. Bular ko'pchilik o'ylaydi G'ayrat o'jaga, bular nima qiladi, ya'ni biz hozir qattiqroq gapiradigan bo'lsak, deylik, qandaydir harbiy harakatlarni boshqa, ularning tafakkurida qo'rquv hosil qilish kerak. Boyagi endi mana hozir mayda bo'ladiganda kim SSRning bayrog'ini ko'tarib chiqadigan bo'lsa, aynan yillar davomida SSRning bayrog'ini ko'tarib chiqib turganini olib borib qamash kerak. O'zbekiston qonunchiligiga zid mumkin emas boshqa. Bu O'zbekistonning suverenitetini tan olmaslikda bu hozir. Tan olmaslik hisoblanadi. Lavrovning qilgan mana shu ishiga birinchi bu institutsional javob Markaziy Osiyoda o'sha xavfsizlik masalalariga javob beradigan maxsus xizmat organlarining rahbarlarining Toshkentda yig'ilishi bu jiddiy javob. Endi bundan buyog'iga mana nima kelyapti? G'alaba bayrami deydi. Mana shunda kim qizil bayroq ko'tarib chiqadigan bo'lsa, javobini bersin. Javobini bersin. Bilsin qanday javob berishini. Hamid aka, keyin qarang, mana terroristik guruhlar shularni bayrog'ini ko'tarib yurish mana yomon. Chunki unga targ'ib bo'lib qoladi, odamlarda unga qandaydir reklama bo'lib qoladi. Buni hammamiz tushunamiz, his qilamiz. Buni butun hamma tushunadi. Hech kim masalan Gitlerning bayrog'ini ko'tarib yurishni xohlamaydi. Pol Potni bir emblemalarini yoki terroristik tashkilotlar mana IShIDni, shu o'zi shu IShIDni degi ini olib tashlash kerak, shularni shid deyish kerak. Ya'ni islomning aloqasi yo'q-da bu yerda, Hamid aka. Ya'ni IShIDni ma'nosi nima edi o'zi? Iroq va Shom islom davlati. Yo'q. IShID deyish kerak ekan. Shu yerdan islom so'zini olib tashlash kerak. Islomning ularga aloqasi yo'q, Hamid aka. To'g'rimi? Bu fikrga qo'shilaman. Shunda. Islomning ularga aloqasi yo'q. U yerdan islomni olib tashlash kerak. Lekin mana bir narsa, mana hozir Muxtor akam keldilar, hozir qo'shiladilar ko'stuga. Hamid aka, nega bizda mana shu SSR simvolikalari mana shunday reaksiya uyg'otmaydi? Men davlatda demoqchi emasman, Hamid aka. O'zimizda ham, masalan, nega biz mana shu SSR bu axir mustamlaka ramzi emasmi? Qizil SSRni o'sha bolg'a bilan o'roq ramzli bayroqlari, uning gerblari, u mustamlaka ramzi emasmi? Nega u bizda mana shunday xavotir uyg'otmaydi? Men buni chin dildan so'rayapman. Davlatga va aynan shu ishni qilayotgan odamlarga pretenziyasi, Hamid aka. Nega bu birinchi qizil so'zi aslida SSRning bayrog'ida emas, balki Leninning dekretida tilga olingan. Qizil terror bu. Qizil terror aslida. Ya'ni qizil so'zi birinchi huquqiy ko'rinishi bu o'sha terror bilan birga tilga olingan. Ya'ni biz unutmaylik buni. Artujaga, siz Islom Danish davrini esladingiz. Aslida men u konnotatsiyada aytmoqchi emasdim, to'g'ri qildingiz. Ya'ni shunday ham niyatim yo'q edi. Ya'ni Islom Danish davridagi xatolardan biri mana shunday debatlar asosida xalq haqiqatni aniqlaydi. Ya'ni bu mavzu tabu yop deydigan bo'lsang, ko'rdik, mana hammamiz zarar ko'rar ekanmiz. Shunday odamli, fikrli odamlar ichida saqlab yuradi, tabiiyki bu rivojlanishda davom etadi. Shuning uchun azizlar, mayli chiqadigan bo'lsa ham ularga ham farosat bilan, ilm bilan, huquq bilan qarshi kurashish va bu narsalarni eng asosiysi to'g'ri tushuntirish. Mana shu narsalarni to'g'ri tushuntiradigan, tarixni so'zlab beradigan, haq tarixni so'zlab beradigan, demak, platformalar ko'paysa, mening nazarimda
uzoq muddatli ijobiy natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsa siz to'g'ri tushundimmi? Biroz vaqt kerak. Bu narsa sekin asta bizda Eng asosiy to'xtab qolmaslik, va jarayon. bunda to'xtamaslik. Jarayon. Chunki axir bu mustamlaka. Endi bizda juda bir Sovet ittifoqini hali mustamlaka deb qabul qilish kamda Hamid aka. Chunki yoshligimiz o'tgan. Yoshlik o'sha davrda o'tgan. Shuning uchun bu narsadan biroz qiyinchilik bo'lyapti va mana Hamid aka siz boya aytib o'tdingiz, o'sha Rossatsurnichество boshqa xavfsizlik xizmatini uchrashuvida asosiy e'tibor mintaqa mamlakatlar xavfsizligiga zamonaviy tahdidlar va xatarlarga baho berishning yagona yondashuvlarini ishlab chiqish. Nimaga turk uylar, ya'ni turkiylik bilan bog'liq nimalar tashkil qilaylik? Uylarni Turkistonni, qozoq uyini tashkil qilaylik, qirg'iz uyini tashkil qilaylik. Ajoyib emasmi axir bu? Turkman uyini tashkil qilaylik. Qardoshlarimiz. Bo'ldi, boshqa bizga kerak emas. Albatta. Kerak emas.